Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi beradigan foydali ma'lumotimiz demak PRP terapiya haqida. PRP terapiya bu travmatistlarga boy plazma terapiyasi hisoblanadi. Bu o'sha bemorni qonidan sentrifuga qilib ajratib olingan plazma qismi hisoblanadi. Bu plazma o'zida oqsillar, turli xil regeneratsiya qiluvchi moddalar saqlaydi. PRP terapiya tibbiyotda turli xil sohalarda ishlatiladi. Asosan kosmetologiya sohasida, terini yoshartirish sifatida ishlatiladi. Bundan tashqari travmatologiya sohasida ham ishlatilishi mumkin. Lekin aynan bizning sohada reproduktologiya sohasida ham keng ko'lamda ishlatib hozirgacha kelinmoqda. Asosan shu ayollarda tuxumdonning erta qarish sindromida tuxumdonlarni yoshartirish uchun PRP amaliyoti qo'llaniladi va hozirgi kunda erkaklarda azospermiya holatida ham demak urug' hujayralarini paydo qilish, ularni stimulyatsiyalash, urug'ni sifatini oshirish maqsadida ham bu amaliyot qo'llanib kelinmoqda. Amaliyot qanaqa qo'llaniladi, shu haqida ozgina tushuncha berib o'taman. Bu kichik bir amaliyot hisoblanadi. Bunda bemordan qon olinadi va maxsus sentrifugada aylantirib qonning plazma qismi ajratib olinadi. Va plazma qismi ajratib olingandan so'ng aynan azospermiya bilan kasallangan bemorlarda moyak ichiga demak shu plazma qismi inyeksiya qilinadi. Shundan so'ng shu bemorda urug' sifatini yaxshilanishi yoki urug' nol holatida urug'lar paydo bo'lishi mumkin. Albatta bu amaliyot bizda amalga oshiriladi. Agar sizda shu amaliyotga qanaqadir moyillik bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Bundan tashqari hozirgi kunda urologiya sohasida aynan jinsiy zaiflikda ham bu amaliyot qo'llanib kelinmoqda. Agar sizda shunaqa muammolar bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Albatta sizga eng oxirgi standart bo'yicha yordam berishga harakat qilamiz.